Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala birinchi variant, 21 savol. 42 gram to'yingan aldegidlar aralashmasi mol miqdordagi kumush oksidining ammakdagi eritmasiga qo'shilganda 44 gram tarkibi faqat bir xil kislota olindi. Hop, reaksiya natijasida 4.148 litr gaz ajralib chiqqan, ya'ni karbon tangidrid katta molekulali aldegidni aniqlang degan. Hop, karbon tangidrid ajralib chiqishidan biz bilsak bo'ladi. Bittasi, demak, chumoli aldegidi. Hop. Berilgan qiymatimiz demak M aralashma (42 gram) M kislota 44 gram. Hop. Demak, hajmimiz karbonat angidridniki 4.148 litr. Hop, ana endi demak bittasi metanol bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, CH2 undan demak karbonat angidrid gazi hosil bo'lgan. Hop, 4.48 litr 22.4 litr qo'yib, mana bu 1 mol X. Hop, hisoblaganimizda shunda 0.2 mol 0.2 molni ko'paytiramiz ml ga. 6 gram bizda demak metanol bo'lgan. 42 minus 6 barobar 36 gram demak aldegid bo'lgan. 44 minus 36 8 gramga massasi ortyapti. Demak RCH ga, ya'ni kislotaga aylanishini hisobga olsak, massasi 16 gramga ortishi kerak. Bizda esa 8 gramga ortgan. Hop, 8 gramga ortganda 36 gram aldegid bo'ladigan bo'lsa, 16 gramga ortganda, ya'ni 1 moli qancha? Hop, 72 gram. 72 dan ayrimiz 16 ni taqsim 14 ga. Hop, endi qiymatimiz shunda kelib chiqadi. Hop, 56 ni 14 ga bo'lsak 4. Demak, bizda hop, moy aldegid javobimiz kelib chiqdi.